o'qimasdan seminarimiz o'zbekcha. Keyingi punktimiz isbotlash. O'zimizni har doim kimligimizni isbotlash. Ko'rsatib so'yish deydimi? Bizdan tan olishmaydi bolaligimizda va biz butun umr nima qilamiz? Shu isbotlash niqobi ostida yashaymiz. O'qituvchimizga kimligimizni isbotlamoqchi bo'lamiz. Keyin maktabdagi o'qituvchimizga kimligimizni isbotlamoqchi bo'lamiz. Keyin institutda, keyin turmushga chiqqanda turmush o'rtog'imizga, qaynanaga, qaynotasiga, farzandiga, har doim har kunga biz o'zimizni isbotlash nimasida yashaymiz? Pozitivda yashaymiz. Va bu hech qachon to'xtamaydi. Har doim davom etadi. O'zingizni kimligingizni isbotlab qo'ymoqchi bo'lasiz. Mashinangizni ham isbotlash uchun olayotgan bo'ladi. Chet elga chiqsangiz ham isbotlash uchun, o'zingizni kimligingizni ko'rsatib qo'yish uchun. Mana ko'rdingiz, qancha temaga chiqib qolgan. Mana ko'rdingiz, qanaqa mashinalarga faqat yuribsan pishqon. Shu o'sha paytda menga nima degandim? Mana manzur bo'lib ketdim. Aslida siz buni xohlab qolmadingiz. O'zingiz qalbingizdan xohlab qolmadingiz. Aslida siz hammasini kimgadir isbotlash uchun bajardingiz. Isbotlash natijasida har doim nima qilamiz? Biz yashab yuramiz. O'shani qop ostida yashaymiz. Keyin o'zimizdan sohamizdan topganda nima qilamiz? Isbotlash natijasida o'sha hamkasblarimizga isbotlaymiz kimligimizni. Oilaga borib, turmush o'rtog'imizga, farzandlarga, hammaga biz har doim isbotlab yuraveramiz. Bugundan boshlab kimga agar nimani isbotlayotgan bo'lsangiz, to'xtating. Isbotlash bu o'zini yaxshi ko'rmaslikka punktlarni bitadi. Qachon inson boshqalarga o'zini kimligini isbotlaydi, qachonki o'zini yaxshi ko'rmaganda, ya'ni siz o'zingizni boricha qabul qilaverasiz, atrofdagilarga isbotlaysiz va atrofdagilar sizni tan olishadimi? Sizni tan olishgandan keyin sizlar o'zingizni tan olasiz. Atrofdagilar sizni tan olmagunicha sizlar nima qilasiz? Atrofdagilarni tan olasiz. Bormi shunaqa? O'zingizni boricha qabul qilib tan olib ketgan joylaringiz ham bor. Ko'pincha shunaqa bo'ladi, sevgan bo'lsanglar. Isbotlaymiz va atrofdagilar orqali tan olamiz o'zimiz. Ular bizga ma'zur bo'lib ketishdan shunaqa zo'r mashinalar olsan va sayohatlarga chiqdingmi? Uncha zo'r ozib ketding, uncha zo'r bo'lib ketding, shunaqa ko'p yutuqlarga erishdingmi? Biz nima qilamiz? O'sha joyda harakatlarim bekor ketmoqda deymiz. Bo'lgan shunaqa chillada o'tib ketgan, hech kimga aytmagan bo'lgan chillada to'ladi o'zimdan hali o'zimdan gaplashmish. Shuncha qisqartirish. Bu o'zingiz uchun yashamaslik. O'zingiz uchun yashamaslik bu. Kim uchundir yashash? Qo'shningiz uchun yashash. Ustanofkalar shunaqa, orzularimiz shunaqa ustanofkalar bo'ladi. Keyin qo'shningiz bilan urushib qolasiz, keyin qo'shningiz qolasiz. Men hali zamon zo'r qilib uchastkada qolaman. Tanikidan 1 santimetr baland bo'lsa ham baland bo'ladi. Irosdan shunaqa uchastka qolasiz. 1 santimetr undan baland bo'lib turadi. Чтобы siz undan past bo'lib qolmasligingiz uchun shu yerda ham ko'rasiz. O'zingizni kimligingizni isbotlash uchun undan past pog'onada turib qolmasligingiz uchun shunaqa uchastka qo'yasiz. Bu uchastka o'zingiz uchun emas ekan. Qo'shningizga isbotlash uchun qo'yilgan ekan. Buni o'ylab qo'shningizga so'rashingizdan bo'ladi. Chunki har bitta g'ishtni qo'shningizga nimada qurilgan? Isbotlash maqsadida terilgan. U ham turganda nima qilib turadi? O'zini isbotlab ko'rsatib turadi. Mana deb qo'shningizga. Ichingizda aytasiz. Bitgandan keyin ko'rdingmi, kuyib bo'ldi.